Hop, ko'chaga chiqdik. Yandex chaqirishim kerak hozir. İşga borishim kerak. Hozir Yandex programmasiga kiramiz, taksi chaqiramiz. Hop, tochkani to'g'irlab qo'yib olay oldin, ha. Hop. Hozir. Hop. Hozir tochkamiz topiladi. Kartadan qarab tochka qo'yamiz. Mana topdi, mana 23-24 uylarni oldida turibman, mana taksi xudo xolisa shu yerga keladi. Taksini kutamiz, 5 minutdan keyin kelar ekan. Mana taksi ham keldi. Hozir eshikni ochamiz. Assalomu alaykum. Hormang. Va alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz? Adresingizni aytdimmi o'sha yergami? Ha, aka o'sha yerga. Bo'ldi bo'lmasa ketdim. Edadik mashina. Hozir 10 minutda yetkazib boraman. Sizga shu atrofda bo'ladimi? Yetib keldik, ha? To'g'rimi? Bo'ladimi shu yerda? Ha, bo'ladi aka. Rahmat katta. Charchamang, sog' bo'ling. Bye. Ay. Shuni sekiroq yopaman, ana. Bunday mashina ketdi, Comfort Plus chaqirsa. Bu 20 ming so'mga. Katta. Sog' bo'linglar.